Assalomu alaykum. Bugun AutoCADda o'zimizga qanday nastroykani to'g'irlab chiqamiz. Undan keyin shu darslarni boshlaymiz. Sizlardan like va поддержка topsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib nastroykalarni, mana bitta interfeyslarni to'g'irlab olamiz. Bir komanda yozamiz. Buni qo'llarni bosib olamiz bitta. Hamma narsaga o'rishdi. Undan keyin shu mini barni chiqarib olamiz. Bitta aniqlar chiqib oladi. Toolbarsdan toolbars bar. AutoCAD men inglizcha uncha zo'r bilmayman. Shuning uchun sal to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman. Birinchi bo'lib mashina chiqarib olamiz. Suvlasi o'qilmadan chiqarib olamiz. Buni mana chekkasida buni bossanglar o'zi chekkasida olib o'tadi. Tochkalar bor. 12 dan 20 dan. Shuni xohlagan joylarga, o'zingizlar qulay joylarga qo'yib olasizlar. Yoki o'ng tarafga yoki chap tarafga, men chap tarafga qo'ydim. Pastga qo'ydim. O'ng tarafga. Hop, endi yana toolbar AutoCAD, keyin drive deganni bor ekan, drive'ni chiqarib olamiz. Bu chap tarafga qo'yildi mana. Bu komandalarni ishlatamiz. Hop, yana toolbars, yana xuddi shu joyiga AutoCAD. Hop, endi layers deganni bor ekan, layers chiqarib olamiz. Mana chiqdi. Toolbars AutoCAD, keyin yana degan Propairs degani bor ekan, shuni ham chiqarib olamiz. Chiqdi. Hop, endi standart degani bor ekan, standart. Hop, endi oltinchisi toolbars AutoCAD. Hop, oxiridan bitta tepasida workspace shunaqa degani bor ekan. O'sha ham bitta chiqib, mana bu qo'yib olamiz buni. Mana shu tushdi. Hop, okey. Hop, endi toolbars AutoCAD yana hop V's degani bor ekan, buni ham chiqarib olamiz. Buni ham bu yoqqa qo'yib olamiz. Bu yerda tursin. Keyin oxirgisi modify degani bor edi. Qani modify buni olib tashlaymiz. Joy sig'mayapti. Modify bu yoqqa qo'yamiz. Hop. Mana shu bo'lib turadi. Bu yoqqa sig'mayapti. Ekran ishlari qo'yibdi. Hop, mana endi bo'ldi. Buni saqlanib qolishga to'xtanglar. OP правильно bosamiz. Bitta ham nastroykalar bor. Birinchisiga tenglaymiz. Displeydan shuni 100 qolamiz. 100, okey. Okey. O'zgardi. Mana o'qi o'zgardi. Ikkita tarafda o'qi plus o'qi o'zgardi. Nimaga kerak bizga? Oddiy misol. Xonani chizdik. Xona deb o'ylaylik. Mana shu razmer tepasidan, mana tochkasidan razmer olamiz. Nima deydi? O'sha o'q bo'yicha, to'g'ri o'q bo'yicha olasiz. Shu o'q bo'yicha примерно mana shu yerdan olishingiz kerak, tepadan oldingizga shuni o'taydi. 5 turmadi. 5 da mana o'qini usholmaysiz. Tepadagi o'qdan to'g'ri o'qni примерно qayerda ketayotganligini o'ta olmaysiz. Shuning uchun biz buni 100 qilib olamiz. 100 qilsak ancha qulay bo'ladi.
Keyin yana OP probel. OP probel ana uzunchi probellar o'sha probellar bilasizlar-ku. Hop. Endi colorni mana bu yerda общий colorni o'zgartirsanglar xohlagan mana o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Mana shu standart turgani yaxshi deb o'ylayman. Kimga qanaqa o'ziga to'g'ri olsa bo'ladi. Mana shu mana shu aboyi o'zgartirsa bo'ladi. Oq qilib, qanaqadir rang qilib o'zgartirib olsalar bo'ladi. Hop, mana Open NCV 2007 AutoCAD'da mana sahna qilgan paytinglarda 2007 AutoCAD'dan ocha oladi. Eski AutoCAD joylarga olib borsanglar, o'sha raspechatga qiladigan bo'lsanglar, ko'p joylarda eski versiya ishlatishadi. Shuning uchun 2007 ga qo'yib qo'yinglar. Bunga tengimiz raspechatkaga, bunga ham tengimiz, bunga ham. Endi mana shu joyda hozir ertasi bor edi. Buni to'g'riladik. Endi mana shu joyda mana o'q bor. Autospapmi nimadir bor ekan. Buni 1 2 3 4 5 5 tami 6 ta qilib olishimiz kerak. Bu nima deb desanglar, linesdan oddiy misol, yana line ni boshlab ketmoqchi bo'lsam, men o'rtada magnitga o'xshab AutoCAD'da bilsanglar, tush bilan o'ynaydi. Nima desa bo'ladi? Millimetr bilan 1 millimetr xato qilish ham uje AutoCAD'da uje o'yin emas-da u. AutoCAD to'sh ishlaydi. Shuning uchun magnitga o'xshab shu oladi o'sha joyni. Burchigini bunday yaqinlashtirib o'tirmasdan shuni o'zini shuna bitta bosiladi. O'zi topib oladi. Buni ham mana 1 2 3 4 5 5 ta kod kichkina bo'lib qolar ekan, 6. Buni ham 6 qilamiz. 1 2 3 4 5 6. Keyin endi ikkinchi tarafiga o'tamiz. Mana ham katta qilamiz. 1 2 3 4 5 6. Buni ham 1 2 3 4 5 6. Bu shu bilan bizning nastroykalarimiz tugadi. Mana o'zi bunda ishlayotgan paytda qiynalmasdan ishlaymiz. Bu o'qqa ushib oladi. Agar buni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, manatga yaqinlashtirib qattiq ekan deb qidirib yotaveramiz. Bunda oldiga olib borsa o'zi topib oladi. Bu yoq tarafdan. Xo'p, buni endi sahna qilib olish kerak bo'ladi. Boya ikonkalarni ochib olganimizdan keyin mana shu save correct assessmi degani bor. Mana shu yerga hop chotki nas deb chotki nastroyka deb sahna qildim. Xohlaganingizcha sahna qilib qo'ysanglar bo'ladi. Save bosa olamiz bitta. Endi sahna qilib qo'yganimizdan keyin oddiy misol boshqa qaysidir bir obyektga AutoCAD faylini tashlab berishdi. Sizlarda shuni ochsanglar, mana yana standart holatida, eski holatda hozir. Mana eski holatida, standart holatida bo'lib qoladi. Shuning uchun sahna qilib qo'yganimizda shuna kirasizlar. Chotki nastroyka debdi. Shuni o'tib o'zingizlarning nastroykalarni bemalol ishlasanglar bo'ladi. Shu bilan darsimiz tugadi. Keyingi darsda uje xudo xolasa mana komandalarni qanday ishlatish xudo xolasa ko'rsatib boraman. Sizlardan like va поддержка bosib olinglar bo'ldi.